Bismillahirrohmanirrohim. Assalomu alaykum Bozor biznes kanalining qadrli obunachilar. 2025-yilda sifatli, garantiyali eshik romlarni izlayotib turgan aka-ukalarimiz uchun qadrdonlar, bugungi videomiz ya'ni ishlab chiqarish sexiga yetib keldik. Bu yerda siz xohlagan fasonda, xohlagan svetda akalarimiz chiroyli qilib eshik romlarni tayyorlashib berishaveradi. Manzil Farg'ona viloyati, Buvayda tumani, Cho'mbog'ish Qo'ng'irotdan bo'lyapti. Qo'ng'irot qishlog'idan bo'lyapti. Ekranda ustakalarimiz nomerlari bo'ladi. Lokatsiyasini Telegram kanalingizga tashlab qo'yamiz. Kelib ko'rib zakaz beraverasizlar. Xolasangiz aboyingizga, xolasangiz pardangizga moslashib akalarimiz chiroyli qilishib tayyorlashib berishaveradi. Bu eshik romlarida har bittasiga 5 yildan garantiyasi bor qadrdonlar. Agarda olib borib o'rnatsalar, xudo xolasa 20-30 yil bemalol xizmat qilishaveradi. Hozir ustakamizdan to'liq ma'lumotni olamiz. Assalomu alaykum. Ustaga tuzumisiz, qo'llayinat ko'rmasin. Ro'zalarda charchamay-a? Ha, rahmat. Boshlayveramiz aka bo'lmasa. Bir boshdan chiroyli qilib, ichkaridan boshlaylik. Agar iloji bo'lsa, maylimi? Ichkarida mana zakaz maka bular? Zakaz aka, hammasi. Sizlarda faqat zakaz bo'ladi. Faqat zakaz bo'ladi. Garantiyasi bor, zakazi bor. Ha. Mana bulardan boshlaylik, ha. Bular 1 million 300 ming so'm aka. Donasi. Donasi. Kvadrati 650 mingdan tur keladi. 650 ming so'm bir kvadrat. Ha, oynaklisi 200 ming qimmatroq. Rasxoti bor o'sha hisobiga. Bular 200 ming so'm kvadrat qimmatroq. Ha. Kvadrat 700 dan kvadrati 700 mingdan tur 700 ming so'mdan. Tushunarli. Bu qo'shimizchi? Bunisi 2 million so'mga tushgan, buni ham kvadrati 700 mingdan tur kelaveradi. Ha. Ustaga bularda dastavka ustunovkasi qanaqa bo'ladi? Hammasi ichida. Ichida? Shu narxni ichida bo'ladi. Ichida bo'ladi. Tushunarli. Bu kichikroq ishlarimiz? Bular 1 milliondan. 1 million so'mdan donasi. Donasi. 1 milliondan. Bularga o'sha zamoqlarda ham zo'ridan qo'yilamiz ekan. Baquvvatidan qo'yilgan. Baquvvatidan qo'yilgan. Mana bular nima? Laminat MDF. Laminat. Kraskalar. Mana gullari kraskalangan-a? Ha, buni gulli ichi kraskalangan. Kraskalangan. Zavodskoy narsa. Ha. Tushunarli. Keyingi eshigimiz ustaga? Bunisi 1 million so'm ekan. 2 metrga 90 razmeri. Ha. Bularimiz bunisi 600 ming so'm. 600 ming so'mdan. Ustaga endi mabodo rangi o'zgarib qolsa, narx o'zgaradimi? Yo'q, bularda o'zgarmaydi. Faqat krashinniy bo'lsa o'zgaradi. Ha, bular qanaqa bular? Bular MDF, zavodskoy laminat. Ha. Faqat shuni kraskalangan, ya'ni golini kraskalangani bo'lsa, u narxi o'zgarib qoladi. Tushunarli. Xo'sh, ushbu mana bu nimamiz ustaga? Keyingi eshigimiz. Bu ham shunaqa 2 o'nga 91 million 200 mingdan. 1 million 200 ming so'mdan. Bu boshqa odamga, ikkitasi, ikkalasi boshqa odamga. Ha, bu yerda ko'rib turganlarimiz sotuvda yo'q. Ha, yo'q hozir. Zakazga yasab berilganda razmeriga tushunmaqa. Ha, zakazga yasab. Ha. Mana bu eshigimizchi. Bular 1 million 200 mingdan tur keladi. 1 million 200 ming so'mdan. Bu ham o'sha zavodskoy laminat, a? Zavodskoy laminat. Laminat. Ha. Xo'sh, bularimiz-chi ustaga? Bular o'sha krashinniy, bunisi ekashpon 950 mingdan kvadrati. Ha. Razmeri 2 o'nga 90. Ha. 950 ming so'm bir kvadrat. Bir kvadrat. Bunimizchi? Bunisi ham shunaqa. Bu ham krashinniy, a? Krashinniy bu. Bu ham krashinniy, hali nima, skrovniy varianti ekan-da, orcha bezak-mezak yo'q ekan. Oddiy. Narxi 1 million 750 mingga tur keladi. 1 million 750 ming so'mdan. Romlarni aytib ketaylik. Aha. Romlar kvadrat qancha ustaga romlarda? Romlarning kvadrati 350 mingdan tur keladi bular. Ha. 750 mingdan narigisi to'g'ri keladi. Biz 900 mingdan, endi razmeri kattaroq. Qanaqa razmer desa, o'shanga qarab narxini chiqarib chiroyli qilib yasab berilaveradi. Oynaklari ichida bo'ladi, ustonovka qilib beriladi. Qilib beriladi, xudo xolasa. Gap yo'q. Zo'r. Ustaga endi masalan savol tuyuladi-da. Bularni tashqariga qo'ysa bo'ladimi? Yo'q, tashqariga bo'lmaydi. Tashqariga bo'lmaydi, faqat ichkariga, domlarning ichiga qo'ysalar o'sha 5 yil garantiyasi bor ekan. Xudo xolasa bir 10 yil, 20 yil xizmat qilaveradi. Tashqariga qo'ymaydi. Keyingi nimamiz? Ustaga hayteklar. Ha, bular 900 ming donasi. Donasi 900 ming so'm. Ha. 900 ming. O'sha haligi arzon eshiklardan farqi bor-a bularda? Arzon eshiklardan juda farqi bor buning. Ne farqi bor? Baquvvatligi baquvvat. Ha. Ishlashi behijolat. Tushunarli. Mustahkamligi. 900 ming so'mdan promoga bor. Bez promogalarichi? Bez promogalari ham pashti shunaqa tur kelaveradi. Kelaveradimi? Ha, chunki buni biz bitta razmerga qilamiz-da. Chiqaraveramiz. Tushunarli. Xo'sh, keyingi roverda o'yilgani. Hop, buni 800 ming so'm aka, razmeri sal kichikroq. Ha. Bunisi 1 million 200 ming so'm, 230 ga 90. Oynali varianti, o'sha qimmatroq variant. Masalan. Ha. Tushunarli. Bular ham mana 1 million so'm aka. 1 million so'mdan donasi, ha? 1 million so'mdan donasi. Donasi aka. Bunisi 1 million 200 ming so'm. Nimasida farq qiladi? Farqi aka kraska mana ichlari. Bular koller bo'ladi aka. Koller bo'ladi, ha. Kraska, laki ham akrilniy lak sepilgan eshikka. Ha, ketyapti. Nimalarda farqi bo'ladi ekanda? Kraska laklarida farqi bor. Gap yo'q. Qadrdonlar, mana Alloh qodir qilgancha ma'lumotni berdik. Ustakalarimiz manzillari o'sha aytib o'tib ketamiz yana bir marta. Farg'ona viloyati Buvayda tumani Qo'ng'irot qishlog'idan bo'lyapti. Ekranda nomerlar bo'ladi. Bemalol
aloqaga chiqib olasiz Mashhur akamizdan. Vodiy bo'ylab dastlabki ustanobka ichida bo'ladi. Borib o'zimiz o'lchab, ustanobkalarni qilib beramiz. Toshkent vohaga U tomonlarga kelishilgan holat. kelishilgan holatda ob'yom ko'p bo'lsa borilaveradi. Borilaveradi. Qadrdonlar, bu akalarimiz faqat zakazga o'sha garantiyali eshik romlar ishlab chiqarar ekan, aqaligi magazinga tarqatishmaydi ekan. Eshiklarga o'sha 5 yil garantiyasi bor, har bittasiga, romiga ham. Ekrandagi nomerlarga aloqaga chiqarsa, shunaqangi sifatli eshik romlar kerak bo'ladigan bo'lsa